15-qism. Ana o'shanda Jashan tilga kirdi. Ovozi juda past va bo'g'iq chiqardi. Bu bola tug'ilishi bilan onasiz qoldi. Ismi Kugen bo'lsin dedi. Kugen g'am tashvish degani. Fenyaning o'limidan 3 oy o'tib, Jashan ham yorug' olamni tark etdi. O'limidan avval menga tez-tez shunday derdi. Fugui, Yuchin va Fenyani o'zingiz ko'mdingiz. Meni ham siz ko'mishingizni bilishimdan mamnunman. Yaqinda o'lishini bilardi, ammo qalbi huzurga to'la edi. O'sha paytlarda yotog'ida gavdasini ham tutib o'tira olmay qolgandi. Kun bo'yi osmonga qarab yotar, ko'zlari ochiq turardi. Eshitishi yaxshi edi. Ishdan qaytib, uyga kirib kelsam, ko'zlarini ochar, lablarini qimirlatar edi. Men bilan gaplashmoqchi ekanligini shundan bilib olardim. O'sha oxirgi kunlarda gapirishni juda yaxshi ko'rib qolgan edi. Yoniga o'tirar va uni eshita olish uchun juda yaqin borardim. Uning ovozi yuragining zarbalari qadar zaif edi. Inson hayoti davomida qanaqa qiyinchiliklarga uchrashiga qaramasdan, o'limi yaqinlashganda o'zini ovutadigan bir narsalar topa olarkan. Jashan ham o'zi uchun bir yechim topgan edi. Menga ko'p martalab kunim bitib boryapti. Menga nisbatan juda yaxshi munosabatda bo'ldingiz. Sizdan roziman. Sizga 2 farzand hadya qildim. Fikrimcha, men ham sizni xursand qila oldim. Umid qilamanki, u dunyoda ham siz bilan birga bo'laman derdi. Jashanning bu niyati meni yig'latdi. 2 marta ko'zlarini yopib ochdi va kulib dedi. Fenya va Yuchin bu dunyoni mendan oldin tashlab ketgan bo'lsalar ham, qalbim huzur bilan to'lgan. Ular uchun qayg'urishga hojat yo'q. Nima bo'lganda ham onaman, axir. Bolalarim hayotliklarida menga nisbatan juda yaxshi munosabatda bo'lishdi. Shunday oqibatli bolalarimiz bo'lganidan quvonaman. Siz yashashda davom etishingiz kerak. Hali Erchi va Kugen bor. Aslida Erchi ham bizning o'g'limiz hisoblanadi. Kugen ham ulg'aygach Yuchindek bo'ladi. Sizning so'zingizdan chiqmaydi. Mehrli bola bo'ladi. Jashan tushdan so'ng jon berdi. Daladan qaytib kelsam, ko'zlari katta-katta ochilgan edi. Guruch sho'rva qaynatish uchun oshxonaga o'tdim. Umuman ovozi chiqmadi. Sho'rvani olib kelib, yoniga o'tirdim. Ko'zlari yumuq edi. Birdan qo'limdan ushladi. Hayron qoldim. Bunchalar kuchi borligini bilmagan edim. Qo'limni undan olishga harakat qildim. Uddalay olmadim. Darrov qo'limdagi sho'rva kosasini yerga qo'ydim. Kaftimni peshonasiga tutdim. Haliyam issiq ekanligini ko'rib, ko'nglim joyiga tushdi. Jashan xuddiki uxlayotgandek juda sokin ko'rinardi. Og'riq his etmayotgandek edi. Biroz vaqt o'tib, meni ushlab turgan qo'li soviy boshladi. Qo'llariga tegindim. Birdaniga butun vujudim muzlab qolgandek edi. Ko'ksining bir qismigina iliq turardi xolos. Qo'limni ko'ksiga qo'ydim. Qalbining iliqligi asta-sekin barmoqlarim orasidan chiqib ketdi. Nihoyat, meni qattiq ushlab turgan qo'lini qo'yib yubordi va shilq etib yoniga tushdi. Jashan huzur bilan bu dunyoni tark etdi, dedi Fugui. Kech tushayotgandi va dalada ishlayotgan odamlar kichik guruhlar shaklida tepalik tarafga qarab borishardi. Quyosh g'arb tomonda osilib qolgan, ko'zni qamashtirardi. O'choqdek qizargan bulut uyumlari orasida qip-qizil chambardek ko'rinardi. Fugui menga tabassum bilan qaradi. Botib borayotgan quyosh nurlari uning yuziga jonlilik ato qilgandi. Jashan haqiqatan ham ko'ngli sokin bir holda vafot etdi, dedi u takroran. Ruhini yaratganga topshirar ekan, bezovta bo'lmadi. Qishloqning boshqa xotinlariga umuman o'xshamasdi. Hech kim uning ortidan gapirmadi. Ro'paramda o'tirgan bu qariyaning 10 yil avval o'tib ketgan ayoli xususida aytgan gaplari qalbimning to'rida so'z bilan ta'riflab bo'lmas iliqlik uyg'otdi. Hatto yuragimda mayin shabadada to'lqinsimon harakat qilayotgan o'tlar misoli olis diyorlarning sassiz qimirlashini his etdim. Yon atrofdagi hamma uyiga ketganida sokin va chuqur jimjitlik cho'kdi. O'zimni xo'r, bir vodiy aro cheksizlik ichida chek-chegarasiz va ozod his etdim. O'z yotog'iga bosh qo'yayotgan quyosh billurday tovlanayotgan ko'lga o'xshardi. Fugui qo'llarini tizzalariga qo'yib, ko'zlarini qisgancha menga qarab turardi. O'rnidan turishni istamayotgandi go'yo. Hali hikoyasining davomi borligini tushundim. Demak, hayot hikoyasini tugatib qo'yishi uchun
qaysidir ma'noda unga ilhom berishim kerakligini angladim. Savol bilan jasorat bergan bo'ldim. Kugan hozir necha yoshda? Uning ko'zlarida ajib ifoda paydo bo'ldi. Men buni na quvonch va na g'amga o'xshatdim. Tushunmadim. Xullas, uning ko'zlari mening boshim uzra uzoq-uzoqlarga tikilardi. Hozir 17 yoshda bo'lishi kerak edi, deb javob berdi. Jashin vafot etganidan keyin Erchi va Kugan bilan bu dunyoda yolg'iz qoldik. Erchi ona quchog'iga o'xshaydigan, chaqaloqlar uchun mo'ljallangan to'rvasimon, tashishga mo'ljallangan uskuna yasattirdi. Uning yordamida Kuganni yelkasida kun bo'yi ko'tarib yurish mumkin edi. Biroq bu holat Erchiga juda mashaqqat tug'diradigan bo'ldi. Erchi hammollik qilardi axir. Yuk to'la aravani tortishi va ayni paytda Kuganni ham ko'tarib olib yurishga majbur edi. Boyaqish juda charchardi. Undan tashqari Kuganning chaqaloq sumkasi ham bor edi. Ba'zan havo bulutli bo'lsa, Kuganni tagliga kurib ulgurmas edi. Tagligi bittagina bo'lgani uchun Erchi uni aravaning ustiga ikkitasi yotqizilib, bittasiga yopishtiriladigan bambuk tayoqchalariga quritish uchun ilib qo'yardi. Shaharliklar bu holatni ko'rib kulishardi. Ammo Erchining do'sti yoronlari uning ahvolini bilishar, uning uchun qanchalar qiyin ekanligini tushunib turishardi. Uni masxara qilgan odamlarni ko'rishsa darhol, "Nimaga kulasizlar, ahmoqlar? Yana kuladigan bo'lsangiz, ko'rsatib qo'yamiz", deb baqirishardi. Kugan o'z joyida yotar va yig'lay boshlaganida Erchi bolaning ochqaganini yoki tagligini qo'llab qo'yganini bilardi. Bir marta shunday degan yodimda. Agar uzoq yig'layversa, qorni ochgan bo'ladi. Agar kamroq yig'lasa, tagligini almashtirish kerak bo'ladi. Xuddi u aytgandek edi. Kugan katta yoki kichik hojat qilib qo'ysa, cho'zib yig'lardi. Birinchi marta uning bunday yig'lashini eshitganimda, kulyapti deb o'ylagandim. Kichkinagina bir odamchaning turlicha yig'lashi bor edi. Ishonasizmi? U otasini juda yaxshi ko'rardi. Shu tarzda o'ziga nima kerakligini otasiga bildirar va uning ishini osonlashtirar edi. Kugan och qolsa, Erchi aravasini bir chetga qo'yib, yon atrofdan bola emizadigan ayollarni axtarib qolardi. Topsa, o'sha ayolga bir mao haq to'lar va muloyimlik bilan undan o'g'lini emizib berishini iltimos qilardi. Mao yoxud Jao yuan pul birligining 10dan biri. 10 fen 1 maoga teng. Erchi bolasini o'sib ulg'ayishini chetidan tomosha qilib boradigan boshqa otalarga umuman o'xshamasdi. Uni yelkasida olib yurar, kundan kunga og'irlashib borayotganini o'z tanasida his etardi. Bir ota sifatida bu holat uni quvontirar edi. Kugan semiryapti, derdi maqtanib. Shaharga ularni ko'rishga borganimda, ko'pincha Erchining terlab pishib arava tortib yurganiga ko'zim tushardi. Yelkasida esa nabiram. Erchi aravani tortar ekan, boshi goh u tomonga, goh bu tomonga borib kelardi. Uning charchab ketganini ko'rsam, Kuganni menga qishloqqa bir necha kunga berib yuborishini taklif qilar edim. Lekin u hech qachon rozilik bermasdi. "Otajon, undan ayrilishga bardoshim yetmaydi", derdi doim. Shukrki, Kugan juda tez ulg'ayayotgandi. Ko'z ochib yumguncha yura boshladi. Bu Erchining ishini biroz yengillashtirdi. Erchi aravani bo'shatib, yuklarni joylar ekan, Kugan bir chetda o'tirib nimalarnidir o'ynardi. Ketadigan payt bo'lganida Erchi Kuganni olib aravaga o'tqizardi. Kugan biroz katta bo'lgach, meni taniydigan bo'ldi. Erchi menga ota deb murojaat qilishini eslab qolgan. Hatto buni yodlab olgandi. Qachonki ularning holidan xabar olish uchun shaharga boradigan bo'lsam, kichkintoy Kugan otasining aravasida o'tirgan bo'lardi. Menga ko'zi tushishi bilan, "Otajon, otangiz kelyapti", deb baqira boshlardi. Kugan otasining yelkasida so'kinishini ham o'rganib olgan edi. Jahli chiqsa, yuzi qip-qizil bo'lar, kichkinagina og'zidan turli gaplar chiqardi. "Pss, psht, pa". Hech kim uning nima deyotganini tushunmasdi. Uning og'zidagi ko'pikdan faqatgina Erchi nima bo'layotganini tushunardi xolos. "Kimnidir so'kayapti", derdi menga. Kugan yura boshlagach, bir necha so'z o'rganib olganida juda qiziq bo'lgan. Boshqa bolalarning o'yin o'ynayotganini ko'rsa, kular va ularga qo'l siltardi. Kel, derdi ularga. Boshqa bolalar uning yoniga kelganda, uzanib ularning o'yinchoqlarini olishga urinashardi.
Bolalar o'yinchoqlarni berishni istashmasa asabiylashar, ularni itarib tashlar va "Ket, ket, ket!" derdi. Elchi Fenxiyaning yo'qligiga umuman ko'nika olmadi. O'zi odatda ko'p gapirmasdi. Xotini o'lgach, juda kam gap bo'lib qoldi. Odamlar unga biror narsa desa, bosh irg'ab qo'yardi xolos. Meni ko'rsagina tilga kirib qolardi. Kugan har ikkalamizning diqqat markazimizda bo'lardi. Ulg'aygan sayin onasiga o'xshab borar va onasiga o'xshab borgani sari unga qarash bizga juda qiyin bo'lardi. Ba'zida elchi Kuganga tikilib qolar, keyin ko'zidan yum-yum yosh to'kilardi. Qaynotasi sifatida uni tinchlantirishga harakat qilar. Fenxiya vafot etganiga ancha bo'ldi. Agar qo'lingdan kelsa, uni unut derdim. O'sha paytlar Kugan 3 yosh edi. Kursichasida o'tirib, bir orqaga, bir oldinga borib kelardi. Nima haqida gaplashayotganimizni bilishga harakat qilar. Ko'zlarini katta-katta ochib bizga qarar edi. Elchi boshini yonga egib, qattiq o'yga cho'mardi. Oradan ancha vaqt o'tgandan keyin menga shunday degan edi. Fenxiya bilan yashagan onlarim mening eng baxtli lahzalarim bo'lgan. Men qishloqqa qaytishga majbur edim. Elchi ham ishlashi kerak. Birgalikda ko'chaga chiqdik. Tashqariga chiqishimiz bilan elchi devor yoqalab tez-tez yurib ketdi. Boshini yon tarafga egib olib, shunchalar tez yurardiki, xuddiki biror kim uni ko'rib qolmasin degandek shoshib borardi. Kuganning qo'lidan tutib yetaklab, uni deyarli sudrab borardi. Kuganning oyog'i sirpanib ketib, yerga yiqilib tushay dedi. O'shanda elchiga hech narsa degim kelmadi. Bu ahvolga Fenxiya o'lganidan keyin kelib qolganini bilar edim. Lekin qo'shnilari uni ko'rishi bilan "Elchi, shoshmasdan yur, Kugan yiqilib tushadi hozir", deb ogohlantirishardi. Elchi hech narsa demay yo'lida davom etardi. Otasi Kuganning qo'lidan siltalagani uchun uning tanasi qaltirardi. Ko'zlari katta-katta ochilgan edi. Elchi muyulishga yetib borgan edi hamki, unga qaytib ketayotganimni aytdim. Nihoyat elchi to'xtadi va menga javob berish uchun qaradi. Kuganga ham xayr-xo'sh qildim. Kugan menga qarab qo'l silkidi. Keyin yoqimli ovozi bilan "Yaxshi boring", dedi. Salgina bo'sh qolsam, albatta shaharchaga kelardim. Elchi va Kugan o'sha yerda ekan, qishloqda tura olmay, u yerga talpinardim. Haqiqiy uyim shu yoqda, deya tasavvur qilardim. Bir o'zim qishloqqa qaytib kelganimdan bezovta edim. Bir necha marta qishloqqa qaytganimda Kuganni ham olib kelgan paytlarim bo'lgan. Nabiramga bu joylar juda yoqib qolgandi. Dalalarda chopib o'ynagan edi. Bir marta unga chumchuq tutishda yordam berishimni so'radi. Qanday qilib tutamiz desam, daraxtga tirmashib chiqishimizni aytdi. Yiqilib tushib, bo'ynim sinadi. O'lib qolaymi? Dedim unga. "Yo'q, o'lishingizni istamayman. Menga chumchuq kerak", dedi u. Kugan qishloqqa kelsa, o'zini o'z uyidagidek his etardi. Biroq elchi uchun o'g'lidan uzoqda bo'lish juda og'ir edi. Bir kun bo'lsa ham uni ko'rmasa tura olmasdi. Har kun ish tugagach, charchoqdan o'lar holga kelgan bo'lsa ham, uni ko'rish uchun 5 kilometrdan ortiq yo'l bosib o'tardi. Keyin ertasiga ertalab tong saharda uyg'onar va ishga chiqish uchun shaharga yo'lga tushardi. Bunday davom etishi mumkin emasligini o'ylab, o'sha kundan e'tiboran kech tushmay turib yo'lga chiqar, Kuganni o'zim borib ko'radigan bo'ldim. Jashin olamdan o'tganidan keyin uyda meni kutadigan odam qolmagan va shu sababli qachon shaharchaga borsam, elchi mendan kelganimga yarasha bir necha kun shu yerda qolishimni so'rar edi. Shu tarzda bir necha kun shaharchada qolardim. Hamisha ular bilan qolsam, elchi juda xursand bo'lardi. 3 avlodning bir tomosida yashashi 2 avlodning bir uyda hayot kechirishdan yaxshiroq, derdi u har doim. Biroq men unga ortiqcha yuk bo'lishni istamas edim. Kuch-quvvatim bor ekan, o'zimni eplab yura olsam bas. Ikkalamiz ham ishlab pul topadigan bo'lsak, Kuganning hayoti biroz bo'lsa ham yaxshilangan bo'lardi, deb o'ylardim. Kugan 4 yosh bo'lguncha kunlarimiz shunday o'tdi. O'sha yili elchi hayotdan ko'z yumdi. 2 beton qolip orasida siqilib o'ldi. Yuk tashuvchi sifatida biron bir joyga urilib ketish yoki yengil jarohatlar olish odatiy holat. Biroq hayotdan ko'z yumish kam uchraydi. Elchi birinchilardan edi. Xulosa shuki, Hu oilasining barcha a'zolari taqdiri achinarli ekan. Bu ko'ngilsiz voqea ro'y bergan kuni
Elchi do'stlari bilan birga beton qoliplarni yuk aravasiga joylashtirayotgan bo'lishgan. Kran to'rttasini birdan olgan paytda elchi beton qoliplarning oldida, aravaning ustida turgan ekan. Qanday bo'lganini bilolmadim, lekin qoliplar birdaniga elchining ustiga qulab tushibdi. Hech kim elchining o'sha yerda turganini ko'rmabdi. Faqatgina birovning "Kugen!" deya baqirgan ovozi eshitilibdi. Elchining do'stlari bu ovozdan qo'rqib ketishganini va elchining shunchalik kuchli ovozi borligini bilishmaganini aytishgandi o'shanda. Xuddiki baqirganda o'pkasi yorilib ketganday bo'libdi. Elchini qutqarish uchun chopishganida mening yassibosh kuyovim jon taslim qilib bo'lgan ekan. Boshi va oyoqlaridan tashqari butun tanasi beton qoliplarning orasida qolib, majaqlanib ketgan edi. Birorta ham butun suyagi qolmagandi. Do'stlari elchi o'layotib o'g'liga baqirganini, bo'yni to'g'irlanganini va og'zi katta ochilib qolganini aytishdi. Otasi chaqirganini eshitganda, Kugen shu yaqin atrofdagi ko'lmakchaga tosh otib o'ynayotgan ekan. Meni nega chaqirdi ekan degandek o'girilibdi. Biroz kutibdi. Otasi qayta chaqiravermagach, yana o'yinida davom etibdi. Elchining do'stlari uning tanasidan qolgan qismini shifoxonaga olib borib, o'lganligini rasman tasdiqlatib olgandan keyin oralaridan biri bu xabarni Kugenga aytish uchun uning yoniga boribdi. Kugen, otang o'ldi. Kugen hali o'limning ma'nosini bilmas edi. Ortiga qarab, bilaman, deb javob berdi. Keyin xabar olib kelgan odamga e'tibor qilmasdan yana tosh otish o'yinida davom etibdi. Elchining do'stlaridan biri kelib, uning shifoxonaga olib ketilganini va o'layotganini aytganida dalada ishlayotgan edim. Elchiga biror korxon ro'y berganini va shifoxonaga olib ketilganini eshitishim bilan yig'lay boshladim. Elchining do'stiga, elchini darhol o'sha shifoxonadan chiqaring, u yerda qolmasligi kerak, deya baqirardim. O'sha do'sti menga qarab qoldi. Aqldan ozgan bo'lsa kerak deb o'ylagandir. Unga, agar elchi o'sha shifoxonaga tushsa, tirik chiqmaydi dedim. Yuchin va Fenxia ham aynan o'sha shifoxonada jon berishgandi. Biroq elchi ham o'sha yerda o'ladi deb sira ham o'ylamagan edim. Tasavvur qila olasizmi? Umrimda 3 marta o'liklar olib borib qo'yiladigan o'sha xonaga kirdim va har safar u yerda yotgan mayit mening jon jigarlarim edi. Qarib qolganim uchun buning uddasidan chiqa olmadim. Elchini uyga olib kelish uchun u yerga bordim. Lekin o'sha kichik xonani ko'rishim bilan yerga quladim. Elchi bilan birgalikda meni ham tashqariga ko'tarib chiqishga majbur bo'lishdi. Elchi hayotdan ko'z yumganidan keyin Kugenni o'zim bilan qishloqqa olib kelishga majbur bo'ldim. Shahardan ketganimiz uchun elchining narsalarini qo'shnilariga tarqatdim va o'zim bilan bir necha yengil narsalarni oldim. Biz u yerdan ketayotganimizda qorong'i tushayotgandi. Hamma qo'shnilar bizni kuzatib qo'yish uchun ko'chaga chiqishdi. To ko'chaning oxirigacha bizga hamrohlik qilishdi va albatta kelib turinglar, deyishdi. Ayollardan bir nechtasi ko'z yoshi ham qilishdi. Kugenni quchoqlashar ekan, bu bola haqiqatan ham juda yoqimtoy, deyishdi. Kugenga ayollarning yig'isi yoqmadi. Yuring, bu yerdan ketaylik degandek qo'limdan tortardi. O'sha kuni sovuq edi. Kugenning qo'lidan tutib, pastga qarab enib borar ekanmiz, muzdek esayotgan shamol naq ichimgacha kirardi. Yurgan sayin ichimdagi bo'shliq kattarib bordi. Qanchalar katta va baxtli oilam bo'lganini eslab o'yga toldim. Oxirida bitta chol va nabira qoldik. Shunchalar qalbim yonganidan nafas olishga qiynalardim. Kugenga qarash meni biroz ovutardi. Juda bo'lmaganda u bor edi yonimda. U oilasining haliyam bir umidi bor edi. Yashashda davom etishim kerak. Lag'mon oshxonasiga yaqinlashganimizda Kugen, "Lag'mon yemayman, kerak emas", deya baqira boshladi. Men boshqa narsalar haqida o'y surib borayotganim uchun uning baqirishiga e'tibor bermaganman. Oshxona eshigi oldidan o'tayotganimizda u yana baqirdi. "Lag'mon yegim kelyapti!" Baqirib bo'lib, qo'limdan tortdi va meni yurgani qo'ymadi. O'shandagina uning lag'mon yeyishni xohlayotganini tushundim. Bu bola sag'ir qolgan edi. Lag'mon yeyishni istayaptimi? Bas, unga lag'mon olib berishim kerak deb o'yladim. Ichkariga kirdik. 9 fen evaziga unga kichik kosada lag'mon olib berdim.
O'sha yerda o'tirib olib, og'zini shapillatib lag'mon yeyishini tomosha qildim. Shunchalik tez yeganidan terlab ketgan edi. Chiqqanimizda haliyam lablarini yalab borar edi. "Ertaga yana shu yerga kelib lag'mon yeymizmi?" so'radi u mendan. Boshimni qimirlatib, "Mayli" dedim. Biroz yurganimizdan keyin shirinliklar sotadigan do'konning oldidan o'tib qoldik va Kugen yana qo'limdan torta boshladi. Boshini ko'tarib jiddiy tarzda, "Aslida shirinlik yegim kelayotgan edi, lekin lag'mon yeganimiz uchun endi olmasak ham bo'ladi", dedi. Unga konfet olib berishim uchun qilayotgan ayyorligiga qoyil qoldim. Qo'limni cho'ntagimga solib 2 fen chiqardim. Biroz o'ylab yana 5 fen chiqardim. Kugenga 5 ta konfet olib berdim. Uyga yetib kelganimizda Kugen juda charchab qolganini va butun yo'lni piyoda bosib o'tganimizni aytib noligan bo'ldi. Uni yotoqqa yotqizdim va oyoqlarini yuvib qo'yish uchun isitishga suv qo'ydim. Suv isigunicha Kugen uxlab qolgan ekan. Uni ko'rib yuzimga tabassum yugurdi. Oyoqlarni yuqoriga ko'tarish og'riyotgan oyoqlarga foydali. Bu bola hali juda kichik edi, lekin o'zining g'amini yeyishni bilardi. Shundan keyin ichimga g'ulg'ula tushdi. Kugen o'z otasini qaytib ko'ra olmasligini hali bilmas edi. O'sha kuni uxlab yotganida ko'ksimda bir og'irlikni his etdim. Kugenning dumbachasi mening ustimda ekanligini uyg'onganimda bilibman. Uni o'zimdan itarib qo'ydim va endi uxlayman desam, u yana dumbasini mening ustimga asta-sekin tiqishtira kela boshladi. Qo'lim bilan tutib ko'rsam, tagini ho'llab qo'yibdi. Yotgan joyini ko'lmak qilib ho'llagan. Shu sababli men tomonga surilib kelayotgan ekan. Pinjimda uxlashga qo'yib berdim. Kugen ertasigayoq otasini sog'ina boshladi. Men dalada ishlar ekanman. U ham tepalik ustiga chiqib o'ynab yurardi. Kun bo'yi o'ynaganidan keyin kelib, "Meni uyga olib borasizmi? Yoki meni olib ketishga odam keladimi?" deb so'rardi. Kugenning bu ahvolini ko'rgan hamqishloqlar unga achinar va qanchalik talaysiz avlod ekanligini aytishardi. Keyin bir odam unga qo'qqisdan, "Uyingga bormaysan endi", deb qoldi. Kugen boshini qimirlatib e'tiroz bildirdi va "Albatta boraman", dedi. O'sha kuni Kugen otasi kelmaganini ko'rgach, bezovtalana boshladi. Bir narsalar der, tez-tez gapirgani uchun hech gapiga tushunmas edim. Kimlarningdir so'kayotgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Nihoyat men tomonga qaradi va "Mayli, kelmasa kelmasin. Men hali kichikman. Uyga boradigan yo'lni bilmayman. O'zingiz olib bora qoling", dedi. "Otang seni olib ketishga kelmaydi. Men ham seni olib bormayman. Otang o'ldi, o'g'lim", dedim unga. "O'lganini bilaman. Kech bo'ldi, lekin meni olib ketishga hali ham kelmadi." O'sha kuni uxlayotganimizda Kugenga o'lim nima ekanligini aytib berdim. Insonlar o'lganidan keyin ko'milishini, yashayotgan odamlar ularni endi aslo ko'ra olmasliklarini tushuntirdim. Avvaliga qo'rqdi, titradi. Keyinchalik elchini qayta ko'ra olmasligini anglagach, yig'lay boshladi. Kichik yuzini bo'ynimga suyadi. Iliq ko'z yoshlari ko'ksimga tomib turardi. Yig'lab-yig'lab uxlab qoldi. Bir necha kundan keyin Kugenni elchining qabriga olib borishim kerak deb o'yladim. Uni qishloqning g'arb tomoniga olib bordim va qaysi xabar onasiniki, qay biri buvisiniki va qay biri tog'asiniki ekanini ko'rsatdim. Hali elchining mozorini ko'rsatmasimdan turib, ko'zlari yoshga to'ldi va "Bu otamniki", dedi. Kugen bilan birga 6 oy birga yashaganimizdan keyin qishloqda soliq islohoti o'tkazildi. Hayot yanada qiyinlashdi. Bizning faqatgina bir sotix yerimiz bor edi. Endi charchaganimda boshqa odamlarning ortiga yashirina olmas va og'ir harakat qila olmasdim. Dala to'xtamay meni chaqirardi. Agar ishlamasam, o'rnimga ishlab beradigan biror kishi yo'q edi. Yoshim ham bir joyga borib qolgan, kuch-quvvatdan qolgandim. Kun sayin yelkam kuchliroq og'rir, ko'zlarim xiralashgandi. Avvallari bir qop sabzavotni bir ko'tarishda shaharchaga olib bora olardim. Endilikda dam olib, nafas rostlab yurishga majbur bo'lardim. Kun yorishidan 2 soat oldin yo'lga chiqib, shaharchaga yetib bormasam,
Bozorda ularni sotib oladigan kimnidir topa olmasdim. Natijada erta ucha boshlagan sekin harakatlanuvchi qushga aylangan edim. Kuganga yanada qiyinroq. Uyqusining eng zo'r pallasida uni otaman. Ko'zlarini chala ochib, qo'lida bambuqdan yasalgan savatni olib, mening ortimdan yo'rg'alardi. Kugan aqlli bola. Qopni ko'tarib borayotib charchaganimni ko'rgach, u yerdan bir nechta sabzavotni chiqarib olardi. Sabzavotlarni quchog'ida tashib borarkan, qayrilib qarab, "Ozroq yengil bo'ldimi?" deb takror so'rardi. O'shanda juda xursand bo'lar edim. "Ha, yengilladi" derdim unga javoban. Kugan 5 yoshda edi, ammo allaqachon yaqin yordamchimga aylanib ulgurgandi. Qayerga borishimdan qat'iy nazar, men bilan birga borar, yordam berar. Hatto guruchning somonini ham o'rardi. Temirchiga pul berib, Kugan uchun bitta o'roq yasattirdim. O'roqni unga berganimda quvonganidan osmonlarga uchdi. Uni shaharga olib borsam, eski uyining oldidan o'tib ketadigan bo'lsak, o'sha yerdagi o'rtoqlarga qarab qo'yardi. Qanchalik unga gapirmay, meni eshitmaganga olib miq etmasdi. Biroq unga o'roq olishga boradigan kunimiz shimimga yopisha oldi. Hech ham mendan uzoqlashmadi. Temirchining yoniga men bilan birga bordi. Bir kishi bizning yonimizdan o'tib, ichkariga kirib ketganda Kugan chidab tura olmadi. Ichkarida o'stirib turgan o'roqni qo'li bilan ko'rsatib, "Hu, ana u o'roq, Kuganniki", dedi. Do'stlari u bilan o'ynagani kelishsa, boshini mag'rurlik bilan boshqa tomonga o'girib, "Hozir sizlar bilan o'ynagani vaqtim yo'q", derdi. O'roq tayyor bo'lgach, Kugan uni quchog'iga olib uxlamoqchi bo'ldi. Bunga ruxsat bermadim. U esa o'roqni yotog'ining tagiga qo'ymoqchi ekanligini aytdi. Ertalab uyg'ongach, ilk qiladigan ishi yotoq ostiga kirib o'roqni erkalab siypalash bo'lardi. O'roqni ishlatgan sayin yanada tezroq ishlatishni o'rganib borar. "Qancha ko'p ishlasang, shuncha kuchli bo'lasan", derdim unga. Kugan ko'zlarini qisib menga biroz qarab turdi va "Tez ishlasam, kuchli bo'laman", dedi. Kugan hali yosh bola edi. Tabiiyki, somonni mendan sekin urardi. Tez ishlayotganimni ko'rib xafa bo'lar, ko'zlarini menga tikkuncha "Fuguy bobo, sekinroq", deb dakki berardi. Qishloqda hamma menga Fuguy degani uchun Kugan ham ismim bilan chaqirishga o'rgangandi. "Bobojon" degan paytlari ham bo'lgan albatta. O'zim o'rgan somon uyumlarni ko'rsatib, "Qara, bularning hammasini Kugan o'rdi", deb uni maqtab qo'yardim. Quvonchdan xursand bo'lib kulardi. Keyin o'zi o'rganni menga ko'rsatib, "Qarang, buni Fuguy bobom o'rdi", derdi. Kugan kichik bo'lgani uchun darrov charchab qolardi. Tepalikka chiqib, o'sha yerda biroz mizg'ib olardi. "Fuguy bobo, sekinroq o'ring", deya nolardi menga. U menga charchaganini aytishga urinardi. Tepalikda biroz dam olgandan keyin o'rnidan turib menga qarar va somon o'rishimni tomosha qilardi. Ba'zan "Fuguy bobo, somonlarimga teginmang", deb baqirib qolardi. Bu gapni eshitgan hamma, hatto rais ham kulib yuborardi. Menga o'xshab u ham qarib qolgan, ammo haliyam raislik qilyapti. Uning oilasi katta bo'lgani uchun 3 sotix yer berilgan. Mening yerimning yonginasida edi. Rais orada "Mana bu yaramasga qarang, gaplarini qarang", deb kulardi. "U onasining o'rniga ham gapiryapti", deb javob berardim raisga. O'sha kunlar mashaqqatli va sertashvish bo'lsa-da, biroq baxtli edim. Kugan yonimda, hayotimda ma'no bor edi. U kun sayin ulg'ayib borayotganini ko'rib, ko'nglim tog'dek ko'tarilardi. Kun botayotganida bo'sag'ada o'tirib, g'urubni tomosha qilardik. Dalalar qirmizi rangi burkanar, hamqishloqlarimizning bir-biriga aytgan gaplarini eshitib o'tirardik. Ikkita tovug'imiz oldimizda u yoqdan bu yoqqa chopib yurardi. Kugan bilan juda yaqin edik. Birga o'tirib qolsak, albatta suhbatlashishga mavzu topilardi. O'sha ikki tovuqni ko'rib, otamning o'limidan oldin aytgan gaplari esimga tushdi. Ularni Kuganga ham aytib berdim. Bu tovuqlar katta bo'lsa g'oz bo'ladi, so'ngra yana ko'payib qo'ziga aylanadi. Qo'zichoqlar ho'kizga aylanadi va biz yana boy bo'lamiz. Kugan bu gapni eshitib kulardi. Har bir so'zini yodlab olgan edi. Qachonki tovuq katagidan qo'lida tuxum bilan qaytib kelsa, bu so'zlarni
o'ziga o'zi qo'shiq qilib aytib yurardi. Yetarlicha tuxum to'plaganimizdan keyin ularni sotish uchun shaharchaga tushardik. Kerakli miqdordagi pulni to'play olsak, ho'kiz sotib olamiz. Sen uning ustiga chiqib, mazza qilib sayr qilasan, derdim unga. Bu gaplarimdan keyin Kugenning ko'zlari porlab ketardi. Tovuq ulg'ayib, ho'kizga aylanadi, deb xitob qilardi. O'sha kundan beri Kugen ho'kiz sotib oladigan kunimizni kuta boshladi. Har kuni ko'zlarini ochishi bilan mendan, "Fuguyi bobo, bugun ho'kiz sotib olamizmi?" deb so'rar edi. Ba'zida shaharga tuxum sotish uchun borsak, Kugenga achinib, unga konfet olib bergim kelardi. Kugen bo'lsa, "Bitta yetadi bobojon, hali ho'kiz sotib olishimiz kerak", derdi. Ko'z ochib yumguncha Kugen 7 yosh bo'ldi. Endi biroz kuchi bor edi. Paxta terish mavsumi. Osib qo'yilgan radio ertaga qattiq jala kutilayotgandan xabar berdi. Nima qilamiz? Bir sotix yerimizga paxta ekkanmiz va uni terib olishimiz kerak. Agar yomg'ir yog'ib qolsa, butun hosil barbod bo'ladi. Erta tongdan Kugenni dalaga olib chiqdim. Unga butun paxtani terib olishimiz kerakligini uqtirdim. Kugen menga qarab, "Fuguyi bobojon, boshim aylanyapti", dedi. "Qani qimirla, tez bo'l, terishni boshla", dedim uni turtkilab. "Ishni tugatsak, o'yin o'ynashga borishing mumkin", dedim uni ilhomlantirib. Kugen paxta tera boshladi. Biroz terganidan keyin yerga borib yotib oldi. U tomonga qarab baqirib, darhol o'rnidan turishini aytdim. Lekin Kugen yana "Boshim aylanyapti", deb javob berdi. Biroz yotib damini olsin deb o'yladim. Biroq afsuski, o'sha yotishi bo'yicha o'rnidan turmadi. Jahlim chiqdi. "Kugen, agar bugun shu hosilni terib olmasak, umuman ho'kiz ola olmaymiz", deb ogohlantirdim uni. Bu gapni eshitib o'rnidan turdi. "Boshim rostdan ham juda yomon aylanyapti", dedi u menga qarab. Tushlik paytigacha to'xtamay ishladim. Paxtaning yarmidan ko'pi terilganini ko'rib, ko'nglim biroz joyiga keldi. Uyga borib ovqatlanib olish uchun Kugenni ham yetaklab oldim. Biroq uning qo'lini ushlagan paytimda xastalanganini tushundim. Darrov qo'limdan peshonasiga qo'ydim. Olov bo'lib yonardi. O'sha payt uning boshi aylanishi kasal bo'lgani sababli ekanini anglab yetdim. Qanchalar ahmoqman. Kasal bolani ishlagani zo'rlabman, dedim ichimda. Uyga kirib borishimiz bilan Kugenni yotoqqa yotqizdim. Qishloqdagilar zanjabil har dardga davo bo'ladi, deyishardi. Unga zudlik bilan zanjabil sho'rva qilib berishga qaror qildim. Biroq uyda umuman shakar qolmagan ekan. Ammo Kugen buni yoqtirmasa kerak degan xayolda bu fikrimdan voz kechdim. Qo'shnidan shakar qarzga olib turdim. Bir necha kundan keyin paxtani sotishim bilan senga qaytaraman deb va'da berdim unga. "Bemalol Fuguyi", dedi qo'shnim. Kugenga bir kosa zanjabil va bir kosa guruch sho'rva ichirdim. O'zim ham bir kosa ichib oldim. Ovqatni yeb bo'lib, dalaga qaytib bordim. Chiqib ketar ekanman. "Biroz yotib damingni ol, o'zingga kelib qolasan", dedim nabiramga. Uydan chiqishga chiqdim, lekin xayolim unda. Unga yarim kosa loviya to'pladim. Uyga qaytib kelib, pishirdim. Biroz tuz qo'shdim. Kurschani yotoq yoniga, yarim kosa pishgan loviyani uning ustiga qo'ydim. Kugenga yeyishini tayinladim. Loviyani ko'rib, xursand bo'ldi. Chiqib ketar ekanman. "Bobojon, o'zingizchi?" deganini eshitdim. Uyga kun botganida kirib keldim. Paxtaning hammasini terib bo'lgan edim. Biroq o'zimni shunchalar horg'in his etardimki, bo'g'inlarim qaqshab og'rirdi. Daladan uygacha uncha ko'p yo'l bosmadim. Biroq uyga kirib kelganimda oyoqlarim titrardi. Uyga kirib, "Kugen, Kugen" deb chaqirdim. Kugen javob bermadi. Uxlayotgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Kugen yotgan xonaga kirdim. Uning og'zi chala ochiq va og'zida chaynalmagan 2 loviya donasi bor edi. Uni bu holatda ko'rib, ko'z oldim qorong'ulashib ketdi. Quloqlarim shag'allay boshladi. Kugenning lablari ko'karib ketgan edi. Bor kuchim bilan uni silkitdim va ismini aytib baqirdim. Qo'llari mening qo'llarimning orasida u yoqdan bu yoqqa borib keldi, lekin ovozi chiqmadi. Qo'rquvdan titrab nima qilishimni bilmay qoldim. Yotoqning ustiga o'tirib, nima qilishim kerakligi haqida o'ylay boshladim. Kugen o'lib qolgan bo'lsa-chi?
Bu xayoldan vujudim olov bo'lib yondi. Yig'lab yubordim. Uni yana qo'llarim orasiga olib uyg'otishga harakat qildim. U harakatsiz edi. O'lib qolibdi deb o'yladim. Tashqariga chiqdim. O'tib borayotgan bir yigitga ko'zim tushdi. "Iltimos bolam, ichkariga kir, ko'ganga bir qara, o'lib qolganga o'xshab yotibdi", dedim yolvorib. Yigit ko'zlarini katta-katta ochib menga qaradi. Keyin zudlik bilan o'yga chopdi. Ko'ganni silkitdi. Keyin quloqini ko'ksiga qo'yib eshitdi. Biroz quloq solgandan keyin yurak urishini eshitmayapman dedi. Qishloq odamlari bir to'da bo'lib kelishdi. Hammasidan ko'ganga qarashlarini so'radim. Uni tekshirib, ko'ksiga quloq tutib ko'rishgandan keyin vafot etibdi deyishdi. Ko'ganning nafas yo'liga lovet qilib qolib jon bergan edi. Och-ofat bola emasdi. Faqat biroz qashshoq edik xolos. Qishloqdagi barcha bolalarning hayoti ko'gannikidan ancha yaxshi edi. Ahvolimiz shunchalik yomonligidan ko'gan hamma vaqt ham loviya yeya olmasdi. Odatdagidek ahmoqlik qilib qo'ygan edim. Oqibatini o'ylamasdan unga juda ko'p loviya bergan ekanman. Mening ahmoqligim va oxirini o'ylab ish qilmaganim sabab nabiram hayotdan ko'z yumgan edi. O'shandan beri yolg'izman. Ko'p ham vaqtim qolmadi deb o'ylayman. Bunchalar uzoq umr ko'raman deb o'ylamagan ekanman. Odatdagidek yelkam haliyam og'riydi. Ko'zim xiralashgan, biroq eshitishim haliyam yaxshi. Qishloq odamlari gapirsa, kim gapirayotganini qaramasdan ham aytib bera olaman. O'tmishni o'ylasam, ba'zan xafa bo'lib ketaman, ba'zida huzurlanaman. Oilamdagi hammani o'z qo'llarim bilan tuproqqa qo'ydim. O'zim ko'mdim. Agar qo'l oyoqdan qolar bo'lsam, suyanadigan hech kimim yo'q. Qay tarzda o'lishimni ham o'ylayman. Sokin va sassiz. Meni kim ko'mar ekan deb o'ylamayman. Ham qishloqlarim meni tashlab qo'ymasliklariga aminman. Jonsiz tanam chiriy boshlab, hamma yoqni badbo'y hid tuta boshlasa, mendan tezroq qutulish uchun ko'mib yuborishadi. Undan tashqari, bu ishni bepul amalga oshirishadi. Yostig'im ostida 10 yuan pulim bor. Ochlikdan o'lsam ham o'sha pulga teginmayman. Qishloqdagi hamma o'sha pul meni ko'madigan odamga berilishini biladi. O'lganimdan keyin oilamning yoniga ko'milishim kerakligini ham bilishadi. Menimcha, yaqinda men ham bu yorug' olamdan ko'z yumaman. Oddiy hayot kechirdim. Otam ajdodlarimizni faxrlantiraman deb o'ylagan. Uddalay olmadi. Mening taqdirim ham shu. Yoshligimda ota-bobolarimdan qolgan pul bilan bir muddat telbalik qildim va borgan sari moddiy ahvolim og'irlashaverdi. Biroq keyin ishlarim o'z yo'liga tushdi. Atrofimdagi odamlarga nazar soldim. Longer va Chunchang ham bir muddat yaxshi yashashdi. Biroq keyin vafot etishdi. Oddiy hayot eng to'g'risi menimcha. U bilan janjallash, bu bilan kurash deb natijada o'z hayotingni qo'ldan chiqarib qo'yasan. Misol uchun, o'zim ham qiynalgan sari kuchimni yo'qotdim, ammo uzoq yashadim. Yaxshi ko'rganlarim birma-bir ko'z o'ngimda o'tishdi, ammo men haliyam yashayapman. Ko'gan vafot etganidan 2 yil o'tib, nihoyat bir ho'kiz olishga yetadigan pulni to'pladim. Yana bir necha yil vaqtim borligini o'ylab, bozorga borib, ho'kiz sotib oldim. Bir ho'kiz yarim inson. Mehnat qilganimda menga yordamchi bo'ladi. Bo'sh paytlarda do'st kabi. Zerikkanimda u bilan gaplashaman. Uning arqonidan tutish yosh bolaning qo'lidan tutishdek gap. Ho'kiz oladigan kunim bor pulimni qo'ynimga solib, katta bozor bo'ladigan Guandunga qarab yo'lga chiqdim. Yo'lda qo'shni qishloqlarning biridan o'tib borardim. Bir joyda odamlar to'planib turganiga ko'zim tushdi. Nima bo'lyapti ekan deb yaqin bordim va shu ho'kizni ko'rdim. Boshi bir tomonga qarab qolgan, yerda yotar, ko'zlaridan yosh oqardi. Ustida kiyimi yo'q bir kishi uning ustiga o'tirib olib, pichog'ini o'tkirlayapti. Atrofdagilar uni qanday qilib so'ysa to'g'ri bo'lishi haqida tortishyapti. Ho'kizning yig'layotganini ko'rib, unga achinib ketdim. Holati juda ayanchli edi. Umri davomida insonlarga yordam beradigan ho'kizlar kuchlarini yo'qotib, avvalgidek mahsuldor mehnat qilmay qo'ygach, so'yib yuborgan edi. Ho'kizning so'yilishiga qarab tura olmadim. Guandunga qarab yo'lda davom etdim.
Biroz yurdim, lekin xayolim o'sha ho'kizda qoldi. U o'lishini bilardi. Boshining tagi ko'z yoshlaridan jiqqa ho'l bo'lgan edi. Yurgan sayin bezovta bo'la boshladim. Keyin nega shu ho'kizni sotib olmayapman deb o'ylab qoldim. Darrov ortimga qaytib, odamlar to'planib turgan joyga keldim. Yetib kelganimda ho'kizning oyoqlarini bog'lashgan edi. Odamlar orasidan yorib o'tib, so'yishga tayyorlanayotgan odamga qarata, "Men shu ho'kizni sotib olmoqchiman" dedim. Yarim yalang'och odam barmoqlari bilan pichoqning tig'ini tekshirayotgan edi. Biroz muddat menga qarab qoldi va "Biror nima dedingizmi?" deb so'radi. "Shu ho'kizni sotib olmoqchiman" deb takrorladim. Lablarini burishtirib kula boshladi. Atrofdagilar ham unga qo'shilib kula boshlashdi. Mening ustimdan kulishayotganini bilardim. Qo'ynimdan pul chiqarib, o'sha odamning qo'liga tutqazdim. "Ol, sana" dedim. U odam o'zini yo'qotib qo'ydi. Bir menga va bir qo'lidagi pulga qarab, "Jiddiy aytyapsizmi, oqsoqol?" deb so'radi. Indamadim. Yerga tizalab o'tirib, ho'kizning oyoqlaridagi iplarni yechib boshladim. Boshini siladim va o'rnidan turdim. Ho'kiz chindan ham aqlli edi. O'lmasligini bilib yig'idan to'xtab, o'rnidan turdi. Ho'kizning arqonidan tortib yetaklar ekanman, pulni sanab olishini aytdim. U pulni ko'ziga yaqin olib borib, qalinligini tekshirdi. Pul yetarli ekanligini ko'ziga yetgach, mayli, sotdim, olishingiz mumkin dedi. Ho'kizni yetaklab borar ekanman, olomon haliyam mening ortimdan kulib turardi. Ho'kiz sotgan odam, "Ha, menga foydali bo'ldi" dedi. Ho'kizlarning ham insonlar kabi his-tuyg'ulari bo'ladi. Arqonlaridan ushlab, uy tomonga haydab borar ekanman. Ho'kiz uni qutqarib qolganimni sezardi. Tanasi bilan menga suykalib, o'z minnatdorchiligini bildirishga urinardi. Unga "Bunchalik quvonma, seni uyimga ishlashing uchun olib ketyapman. Borib yotasan deb emas" dedim. Ho'kizni qishloqqa olib kelganimda hamma atrofimni o'rab oldi. Shunchalik qaramol sotib olganim uchun meni telba deganlar ham bo'ldi. Bittasi, "Bu ho'kiz sizning otangizdan ham qariroq-ku" dedi. Ho'kizlar xususida tajribasi bor boshqa biri esa, "Ko'pi bilan yana 2 yil yoki 3 yil yashasa kerak" dedi. 2-3 yil bo'lsa yaxshi, lekin men shuncha yashaymanmi yo'qmi bilolmadim. Ikkalamiz ham buncha uzoq yashashimizni xayolimga ham keltirmagandim o'shanda. Qishloqda hamma hayron. Ulardan biri bizni hech o'lmaydigan qariyalar deb nomlabdi. Ho'kiz uyga kelishi bilan oilam a'zosiga aylandi. Unga ism qo'yishim kerak deb o'yladim. Keyin unga Fugui deb ism berdim. Bu qarorimdan xursandman. Haqiqatan ham menga o'xshaydi. Keyinchalik ham qishloqlarim ham shunday deyishganini eshitdim. Bunga kulib qo'ydim, chunki buni bilardim. Fugui yaxshi ho'kiz. Albatta, ba'zida dangasaligi tutib qoladi. Lekin hammamiz ham shunday emasmi axir? Ho'kizning ham joni bor. Uni qay payt ishlatib, qay payt dam berish kerakligini juda yaxshi bilaman. Men dam olib bo'lganimda, uning ham mehnat qilishga qaytadigan vaqti yetib kelgan bo'ladi. Qariya so'zini yakunlab, o'rnidan turdi. Shimini silkitib qoqdi va qo'l yonida turgan qari ho'kizni chaqirdi. U ham darrov yoniga keldi. Bosh egib turdi. Qariya somon bog'lamini ho'kizning ustiga qo'yib, arqonidan tutdi. Keyin asta-sekin yura boshladilar. Ikkala Fugui yerdagi loyda oyoq izlarini qoldirib, chayqalib borishardi. Qariya ho'kizga, "Bugun Evchin va Erchi bir sotix yerning hammasini ekib bo'lishdi. Jashin va Fenghe ham deyarli 70-80% ishni hal qilishdi. Kichkina Kugan ham yosh bo'lishiga qaramay, yarim sotix yerni ekib bo'ldi. Senchi, sen nima qilding? Qancha yerni haydaganingni aytib seni uyaltirmay qo'ya qolay. Axir sen ham qariding endi. Shugina yerni haydash ham seni charchatib qo'yapti." Qariya va uning ho'kizi asta mendan uzoqlashib borar, ammo uzoqlashsa ham qariyaning jarangdor va ta'sirchan ovozi qulog'imga chalinardi. Uning ovozi havoda shamoldek to'lqinlanib suzardi. Qariya qo'shiq xirgoyi qila boshladi. Yoshligimda sarsari kezdim va keyin o'zimni tuproqqa saqladim. Endi qarib uzlatdaman. Oqshom quyoshining so'nggi shu'lalari osmonda parchalanib tarqalar ekan, kichkina kulbaning mo'risidan mo'ralayotgan tutun osmonga ko'tarilib raqs tushardi.
Bolalarni chaqirayotgan onalarning ovozi quloqqa chalinardi. Bir odam yonimdan o'g'it ko'tarib o'tib qoldi. Ko'targan yukidan g'ajir-g'ujir ovoz kelardi. Dalalar sokinlikka cho'myapti. Quyosh nurlari asta-sekinlik bilan dalalarni tark etmoqda. Qorong'ulik bostirib kelar ekan, ko'zimni yumsam, g'ira-shira shom yog'dusi birdan o'chib ketishini bilaman. Bepoyon dalalar siynasini namoyon etishini tomosha qilib boraman. Ular meni chorlayotir. Ona o'z jigar porasini uyga chiqargandek, keng dalalar ham kech tushishini intizorlik bilan kutadi. Qadrli tinglovchilarimiz, shu bilan Yashamoq kitobi o'z nihoyasiga yetdi. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, izohlarda fikringizni kutib qolamiz. Nasib, kitoblarni audiolashtirishda davom etamiz. Eslatma: agar biron kitobni aynan bizning sahifa orqali eshitishni istasangiz, kitob nomini yozib qo'yishingiz mumkin. Har bir tinglovchining fikri albatta inobatga olinadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.